Bugungi mavzu ancha katta mavzu. Chunki bu ikkita mavzu hisoblanadi. Ikkita organlar sistemasi. Tayanch sistema bor alohida, harakatlanish sistema bor. Lekin bular birgalikda umumiy vazifa bajaradi. Tayanch funksiyani bajaradigan bizni tanamizdagi to'qima organlarimiz bor. Bizni bu skeletimiz. Yoki skelet deganda biz suyakni nazarda tutamiz. To'g'rimi? Suyaklar juda ham katta mavzu. Har bitta odamda o'ziga xos suyaklari bor. Soni bor, shakli bor, kimyoviy tarkibi bor. Organizmni har birida, ya'ni masalan diyorada yoki roziyada ikkalasi ham masalan yelka suyagi bor, lekin bir-biridan ancha farq qiladi. Ularning qizil iliklari bor, qizil iliklari bir-biridan farq qiladi. Uni shakliga qarab turib, u odamning yoshini ham aniqlasa bo'ladi. Hatto juda ham bu zo'r mavzu aslida. Ikkinchisi harakat funksiyasini bajaradigan sistema. Bu muskul. Muskullarimiz bizni harakat funksiyamizni bajaradi. Bunga oddiy yaqqol misol. Suyak, aytyapmiz, tayanch vazifasini bajaradi deyapmiz. Tikka turishim sabab skeletdagi suyaklarim. Lekin bularni tutib turish muskullar vazifasi. Tushunarli? Mana shu tikka turishimga sabab ham suyagim, ham muskulim. Yoki mana shuni ushlab turibman markerda. Agar mana suyaklarim bo'lmaganda, mana narsani ushlab tura olmasdi. Endi qo'lim mana shunday turishiga sabab, mana qo'limni siqib turishimga sabab muskullari. Bo'lmaganda tushib ketardi. Tushunarli-ya? Shu narsa nima ekan? Tayanch va harakatlanish sistemalarining birgalikda, uzviy birgalikda boshqarilishi ekan. Yoki vazifasi ekan. Tushunarli-ya? Avval birinchisini boshlaylik. Skelet, ya'ni suyaklar haqida batafsil gaplashamiz. Keyin muskul haqida gaplashamiz. Tushunarli-ya? Boshladik. Demak, suyaklar organizmimizda deyarli hamma joyda uchraydi. Faqat aytganimiz bitta joyimizda yo'q. Tilda yo'q. Til muskul hisoblanadi, lekin unda nima yo'q? Suyagi yo'q. Bekorga maqol aytmaydi-da, tilda suyagi yo'q deydi. Ushlab turadigan. Xo'p, skeletimiz yoki suyaklarimiz o'rganayotganimizda ikki xil gruppaga bo'lamiz. Ya'ni avval tuzilishiga qarab o'rganamiz. Keyin tuzilishni o'rganganimizdan keyin shu tuzilishga joylashgan, tuzilishiga qarab turib suyaklarni organizmimizda joylashtiramiz. Tuzilishiga ko'ra, keyin joylashuviga ko'ra. Masalan, oddiy bitta suyakni olaylik. Pastki jag. U qanaqa tuzilishiga ko'ra suyak, qanaqa joylashuviga ko'ra suyak. Tushunib oldimmi? Xuddi har bittasini shu klassifikatsiyasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, skelet suyaklarimiz avvalambor tuzilishiga qarab to'rtta gruppaga bo'linadi. Ya'ni 4 xil tuzilishiga qarab turib suyaklar bor. Birinchisi naysimon suyaklar. Bu sizlarga biroz tanish suyaklar. Chunki tanamizning asosiy suyaklari naysimon suyaklar hisoblanadi. Isboti ham bor, ko'ramiz. Naysimon suyaklar organizmimizni hajmini aniqlab berishga juda ham katta ahamiyatga ega. Odamning masalan bo'yi. Bo'yi qancha? 178. Bo'yi qancha? 152. 162. Nimaga farq qilib bo'lyapti hamalaringki? Naysimon suyaklarning uzunligi bilan farq qilyapti. Masalan, naysimon suyagi bitta osting misol yelka. Endi bo'yga nisbatan bu aniq qilmaydi, ta'sir qilmaydi. Oyoq muskullarim bor. Son bor, boldir suyaklari bor. Uni katta kichikligiga qarab turib, odamning bo'yi ham aniqlanadi. Tushunarli-ya? Shu narsa naysimon suyaklar bilan bog'liq. Endi bularni boshqaradigan, ya'ni uzunroq bo'lishi yoki kattaroq bo'lishini boshqaradigan gormon bor. Uni sekretsiya bezlarida o'tdik. Qaysi? Somatotrop yoki somatotropin gormon. Bu naysimon suyaklarning o'sishiga ta'sir qiladi aynan. Tushunarli-ya? Bularni o'rganayotganimizda metrob kelamiz. Qo'yamiz. Kattaroq bor ekan, qo'ysa kichkinaroq bor ekan. Ya'ni
uzunrog'i bor, kaltarog'i bor. Shunisiga qarab turib, naysmon suyaklar o'rganayotganimizda ikkiga bo'lamiz. Uzun naysmon, kalta naysmon. Demak, naysmon suyaklarimiz uzun naysmon bo'lishi mumkin, kalta naysmon. Uzunligiga qarab turib, o'zi bilinib turibdi nomidan. Tushunarligi? Naysmonning uzuni yoki uzun naysmon suyak. Kaltasimon demaysizda, naysmon suyaklarining kaltasi yoki kalta naysmon. Tushunarligi? Bularga kiradigan suyaklarni eslab qoling. Nomini va odamning nechtaligini yozaman. Tushunarligi? Nomi, odamning nechtaligi. Xo'p, naysmon suyaklarining aynan uzuni ikkita tanamizda, ya'ni organimizda uchraydi. Qo'limizda uchraydi va oyog'imizda uchraydi. Qo'lda uchraydigan alohida yozaman, oyoqda uchraydigan alohida yozaman. Qo'lda uchraydiganlari: yelka, bilak, tirsak. Endi bularni sonini yozaman. Har bir qo'limdagi yelka suyaklarim. Mana bu yelka suyagi. Ko'pchilik buni bilak deb o'ylaydi. Bilak mana. Mana yelka. Mana yelka emas. Bu xalqda mana yelka. Yelkamga chiq desa, mana yerga chiq deydi. Mana yelka. Yelka arteriyasi mana yerdan yoki yelka venosidan mana yerdan ukol qilinadi. Bilasizlar? Demak, bu yerda bitta suyak bor, bu yerda bitta suyak bor. Nechta bo'ldi? Ha. Mabodo 3 ta qo'linglar bo'lmasa, 2 ta bo'ladi. Bilak. Hozir aytdim, mana shu yerda. Mana qo'limni mana shuna turib mana, aynan tepa qismi bilak. Buni pastida ham suyak bor-da, u tirsak. Mana buni qarasangiz, pastida suyak bor. Ko'p bolalar masalan futbol o'ynaganda yiqilganda, aynan tirsak suyagining atrofidagi terilari shilinib ketadi. Mana it. Qo'lim shilin deydi-ku, tirsagining atrofidagilar bo'ladi. Demak, tepasi bilak, pasti tirsak. Bitta bilak, ikkita bilak. Bitta tirsak, ikkita tirsak. Mana shu suyak. Ha, demak, jami ikkita bilak bor ekan, ikkita tirsak bor ekan. Tushunarligi? Shu. Endi oyoqda uchraydiganini ko'ramiz. Qo'ldagi uzun naysmon suyaklar tugadi. Oyoqda uchraydi. Yelgan o'rnida son bor bizda. Bilak bilan tirsak o'rnida boldir bor. Faqat biz buni katta boldir, kichik boldir deymiz. Hajmi jihatdan katta boldir, kichik boldir sifatida ajratamiz. Lekin joylashgan joyi bir xil. Son suyagini ko'rmagan odam bo'lmasa kerak, mana shu yerda. Odamdagi eng yo'g'on, eng katta suyak hisoblanadi. Tushunarli-ya? Demak, son suyagi bitta oyoqda bitta, ikkinchisi ham bitta. Jami nechta bo'ldi? Demak, ikkita. Katta boldir va kichik boldir. Oyog'imning oldi tomonida katta boldir bor. Orqa tomonda bilinmaydi chunki muskulimiz bor-da. Agar oyog'ingizni uzatib olib, bemalol o'tirganingizda ushla olasiz. Bo'lmasa ushlamaysiz chunki orqa tomonda boldir muskullari bor. Ushlashga qiyin. Boldirni, kichik boldirni, aynan kichik boldir suyagi kichkinaroq. Ushlashga ham ancha qiyin. Lekin mana old tomonda bemalol ushlaysiz. To'p tepganda ham ishtiga ko'proq tegadi bolalar. Katta boldirga. Eng baquvvat suyaklardan bittasi. Demak, har bir oyoqda bittadan bor bular. Nechta oyog'inglar bor? Ikkita. 4 ta oyog'i. Shuning uchun ikkita. Tugadi. Naysmon suyaklar shular. 6 ta naysmon suyagingiz bor. 6 deb. 6 xil naysmon suyagingiz bor. Jami mana. Har bittasidan ikkitadan bo'lgani uchun mana 2. Nechta bo'ldi? Qo'lda 6 ta, oyoqda 6 ta. Jamichi? Uzun naysmon 12 ta. Matematikani yaxshi bilasizlar-a? Qo'shamiz oxirida. Demak, aytib yozay. Uzun naysmon suyaklarimiz hozircha hisobladik. Nechta chiqdi? 12 ta. Mana. Endi kalta naysmonga o'tamiz. Qaysi suyaklar bor? Odamda nechta suyak bor? 206 ta.
salkam yarmi naysmonda, ayniqsa kalta naysmon juda ko'p. Ko'ramiz shuni. Buni ham qo'lda ko'ramiz. Qaysi suyaklar bor? Demak, qo'limga qarayman. Qo'lim mana nima ekan? Endi soat toqadigan joyingiz bor. Mana. Shundan bu yog'i mana. Kaft. Kaftda naysmon suyaklar bor. Uni sonini mana. Mana qaraganingizda ko'rasiz. Mana bo'rtib chiqib turibman ekan. Ko'ryapsizlar? 1 2 3 4 5. Mana bundoq qilsangiz chiqadi. Bundoq qilsangiz chiqmaydi. Bundoq qilib. Sal tirishtirsangiz chiqadi. Mushukqa o'xshab bunday qilsanglar. Agar mabodo semizroq bo'lsanglar, yog' qatlaminglar qalin bo'lgani uchun ko'rinmaydi. Tushunarli-a? Bir-birimiz ko'rmaymiz üstümizda. Demak, nechta ekan bitta qo'limda? 5 ta. Chunki 5 ta barmog'im bor. Shuni tutib turadi-da bu. Demak, kaft suyaklarim bor ekan. Bitta qo'limda 5 ta. Ikkinchi qo'limda nechta bo'ladi? 5 ta. 4 ta o'qimaydi hech qachon. Demak, qo'lda kaft suyagim bor. Bu qo'lning kaft suyaklari nechta ekan? 10 ta. Bitta qo'linglar bormisizlar? Ikkita qo'linglar bor. 5 ta, 5 ta. Jami 10 ta. Endi bundan keyin yana bitta suyak bor. Mana. Kaft tugada mana. Mana nima? Barmoq, barmoqda ham suyak bor. Barmoq suyaklarini ko'ramiz. Sanash juda ham oson. Hammamiz musulmonmiz-a? Tasbih qo'lda aytamiz ko'pincha. Endi hammasini sanab chiqmaymiz-da, 10 bittadan qilamiz ko'pincha. To'g'rimi? Hammasini sanab qo'yaylik mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nechta bo'ldi? Bitta qo'limda 14 ta. Ikkinchisida 14 ta. Jami 28 ta. Qo'ldagi kalta naysmon suyagi o'zi qo'ysangiz 38 ta chiqadi. Bizda uzun naysmon qancha edi? 12 ta. 3 barobar ko'pda. Ko'ryapsizlar? Mana shu bitta qo'lingizda qancha narsa bor. Tushunarli-a? Mayda suyaklardan tashkil topgan juda ham mukammalda. Ana og'irlik qilmaydi yoki mana masalan mashinalar bilasizlar, eski mashinalar bilasizlar, to'kilib ketgan bo'ladi. Shalaqa-shalaq qilmaydi qaraganingizda. To'g'rimi? Yaxshi ishlaydi. Har bitta suyagi anus bor, ahamiyati bor. Bitta elikchangizdagi bitta barmoq, bitta suyagini olib tashlang, qancha qiynalib yurasiz. Ortiqchasi yo'q-da, o'ta mukammal. Tushuntira oldimmi? Mana shu bitta qo'limda ko'ryapsizmi, 38 ta suyak turibdi mana shu yerda. Mana shu yerdan yog'i. Tasavvur qilyapsizmi? Mana shu yerda 38 ta suyagim bor. Juda ko'p. Aslida undan ham ko'p. Faqat juda ko'p naysmon suyaklar qo'shilib ketadi. Hozir umumiy holatda hisoblab beryapman. Qo'l tugadi. Davom etamiz. Oyoqqa o'tdik. Bir paytlar oyog'im mening qo'lim bo'lgan desa ishonmaysizlar. To'g'rimi? Oyoq bilan qo'l ana gavda bo'limlari jihatdan farq qilsa ham naysmon suyaklardan farq qilmaydi soni jihatdan. Oyoqda ham kaft bor. Biz nima deymiz buni? Tovon boshqa narsa. Gumbaz qismi desa ham bo'ladi, to'g'ri. Oyoqni kaft deb turaylik bo'pti. Oyoq kafti. Xuddi mana shunaqa oyog'ingiz qo'yadigan joyi bor, kaft. Va barmog'i ham bor. To'g'rimi? Endi oyog'ingizni barmoq shuyaklari nisbatan qo'lga nisbatan ancha kalta bo'ladi. Sanashga qiynalashingiz mumkin. Balki bir oyog'ingizni ushlab ko'rib, uyga borganda yaxshilab avval yuvinglar aytib qo'yay. Paypog'i yechib, chiroyli qilib yuvib, bir sovunlab, keyin orqasini o'girasizda sanaysiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ta chiqadi. Tushunarli-a? Bir xil oyog'i bilan qo'liki bir xil. Oyoqda ham oyoqni kafti, oyoqni barmog'i bir xil. 10 ta. 10 ta. Yo'q keldimi? O'zingiz his qildingizda? Yaxshi. Demak, oyoqda ham, qo'lda ham kalta naysmonlar soni bir xil. Endi hisoblab qo'yinglarchi, nechta chiqishi mumkin?
kalta naysmonlar jami nechta bo'ldi? 20. Men 10 ta qilib qo'yibman, uzr. 28 ta. 28 ga 10 ni qo'shsak 38, bu ham 38. 38 ga 38. Ana matematikani bilmaydiganlar. 76 ta. Endi matematiklar yana bir bor qaranglar. 12 ni ham qo'shib qo'ying. Demak, naysmon suyaklari umumiy soni 88 ta. Nechta suyak bor edi? Sal kam yarmi. 40% deyarli-da. To'g'rimi? 88 ta yetarlicha. Ko'rdinglarmi qancha ko'p suyagimiz bor? Naysmon suyagi o'zi ancha. Shuning uchun odamning bo'yiga o'sishga ta'sir qiladi degan. Chunki bo'yingiz o'sganda sizni qo'lingiz o'sadi, barmoqlaringiz o'sadi, kaftingiz kattalashadi. To'g'rimi? Oddiy misol, yosh bolaning qo'liga bir siqim guruch bering, sizni qo'lingizga bir siqim guruch qarang. Ancha farqi bor. To'g'rimi? Barmoqlaringiz ham ancha katta bo'ladi. Bir-biringizga nisbatan bunday qilib bir-birlarini solishtirib qo'yinglar, qancha farqi bor. To'g'rimi mana? Yosh bolalarga o'xshaydi bir-birlariga. Xuddi shunga o'xshab, naysmon suyaklarning uzunligi odamning bo'yi, hajmini belgilab beradi. Savollar yo'qmi? Sonini eslab qo'yinglar. Bu o'zgarmaydi. Har bitta odamda bir xil. Yaxshi, davom etdik. Ikkinchisi. Barmoqni ko'rmoqchimisizlar? Ha? Tezroq. Ikkinchisi. Yana bitta muhim bir suyagimiz bor. U ham suyaklarimizni, ya'ni skelet sistemamizning asosiy qismini tashkil qiladi. Naysmon suyakka o'xshab ko'p buning soni. Bu suyaklar g'ovak suyak deyiladi. G'ovak suyaklari. G'ovak suyaklar. Buni ham o'rganayotganimizda xuddi naysmonga o'xshab uzun, kaltaga ajratamiz. Tushunarli-ya? Bir xil ajratiladi. Uzun, kalta. Jahl qilmang. Uzun va kalta naysmon suyaklar. Uzr, g'ovak suyaklar. Bularga qaysi suyaklar kirishini aytaman. Sonni bilib olsak bo'ldi. Tushunarli-ya? Xo'sh. Uzun naysmon suyakdan boshladim. Uzun naysmon suyaklarimiz g'ovak yana naysmon deyman. G'ovak suyaklarda uzun g'ovak suyaklarimiz g'ovak suyaklarining asosiy qismini tashkil qiladi. Qaranglar, qaysi suyaklar kiradi? Birinchi navbatda ko'krak qafasini hosil qiladigan suyaklar bor. Mana nima? To'sh bor. Eng kamidan boshladim. To'sh suyagi nima bu? Uzun g'ovak suyakka kiradi. O'ylab ko'ringlar, nechta bu? Bitta to'sh suyagimiz bor. Faqat aytib qo'yay, bu 3 ta tarkibiy qismdan iborat bo'ladi. Xanjar yoki pichoq ko'rganmisizlar? Xuddi o'shanga o'xshab ketadi. Sopi bor, bandi bor, o'sha dastas deymiz, uchi bor, asosiy qini bor. 3 ta qism bor. O'sha narsalar xuddi pichoqqa o'xshatib tasavvur qilib olasiz. Xuddi aytsangiz pichoqni tasavvur qilasiz, 3 ta qism bor deb ketaverasiz. 3 qismi asosiy qini va dastas. Tushunarli-ya? Shunaqa qismlardan tashkil topgan to'sh. Bu avval 3 ta bo'lgan degani, voyaga yetganingizda suyaklaringiz qo'shilib ketib, bitta bo'lib qoladi. Bitta to'sh suyakka aylanib qoladi. Keyingisi ko'krak qafasini hosil qiladigan ham suyak bor. Qovurg'a. Nechta? 24 ta. Mana shu yerda bu tarafdan to'shga birikadigan 12 ta bor. Bu tarafdan birikadigan 12 ta bor. Jami 12 ga 12 24 ta bor. Yaxshi. Yana bir suyak borki, u ko'krak qafasiga kirmasa ham uzun g'ovak suyak bor. Bu narsa umrov suyagi. Umrov suyagi qayerda bo'lishini bilasizlarmi?
Mana shu yerda. To'g'ri. Mana shu yerda. Ne boshingiz ko'targaningizda shuni ajralib qoladi. Sal ozroq bo'lsa, aniq ajralib turadi. Oynaga qaraganda. Mana shu yerda. Demak, qo'lga chiqsalar og'riydi. Xohlasangiz tiqib ko'ringlar. Mana shu narsa nima bu? O'mrov. Bu qo'lli suyaklarga kiradi aslida. Qo'li ustida turadi. Bitta odamda mana bitta qo'l uchun, ikkinchi qo'l uchun jami nechta bo'ladi? 2 ta bo'ladi. Lekin zo'r tomon aytaymi? Bu qo'l suyagi, lekin buni agar ushlab ko'rib, buni qayerga kelganini qilsanglar, mana shu keladi. Aytadi nima bu? To'shga birgadi. Tushunarli-ya? Demak, o'mrov suyagi odamda 2 ta. Uzun g'ovay suyaklar tugadi. Endi yig'amiz. Yuragini ko'rib qo'yapsanmi? Bo'ldi. 1 plus 12 plus 2. 24 ya. 24 plus 2. 27. Demak, uzun g'ovay suyaklar 27 ta. Yaxshi, tugadi. Endi kalta g'ovayga o'tdik. Xo'p, bularni asosan tarkibiy qismlari, ya'ni joylashgan joyi umurtqa pog'onamizda, keyin yana mana shu qo'limizda. Hali aytdim, mana shu yer o'zida 38 ta suyak bor. Sal metrodan oshsam yana ko'payadi. Qaysi suyaklar? Demak, kalta suyaklar, ya'ni kalta g'ovay suyaklar. Qo'lda joylashadigan bor. Bular qaysilar? Birinchisi kaft usti yoki biz buni bilaguzuk deymiz. Kaft usti yoki bilaguzuk. Kim soat taqqan? Nima qilyapsiz? Qani? Bunday qilingchi. Mana, qayerga to'qyansiz? Kaft usti suyaklaringizga toqqansiz. Mana shu yerdagi suyak bor-ku mana. Kim soat taqqan bo'lsa yoki mana shu bilaguzuk deb bekorga aytayotganim yo'q. Ana indiyskiy kinolar ko'rsanglar, shu yerga mashina qilib, nima qiladi? Bilaguzuk topib qoladi. To'g'rimi? O'sha narsa bilaguzuk suyagi. Bilaguzuk suyagi bizni mana shu qarang. Qo'limni qanchalik zo'r harakatlantiryapti. Faqat oldinga, orqaga emas-da, yonga, bu yonga yoki bundan burishim mumkin, yoki bu yoqqa burishim mumkin. Qo'limni xohlagan tarafga aylantira olaman. To'g'rimi? Shu narsa sabab mana shu yerdagi suyaklar. Bu mayda suyaklardan tashkil topgan. Xuddi toshchalarga o'xshaydi. 2 qator joylashadi. Birinchi qatorda 4 ta, ikkinchi qatorda 4 ta. Nechta bo'ldi? 8 ta. Bitta qo'limda mana shu yerda bilaguzuk suyagim 8 ta. Shu soat to'xtagan joyingizda 8 ta suyak bor. Tushunarli-ya? Bu mana bu yerdagi kaft bilan mana bu yerdagi bilak tirsagi orasida joylashadi. Tushuntira oldimmi? Nechta bo'ldi demak bitta qo'limda? Nechta qo'l bor menda? Yaxshi. Kaft usti suyagi demak nechta bo'larkan odamda? 16 ta. Shuni ajratib qo'ying-a. Xo'p, davomi bor. Oyog'imda ham bor bu narsa. To'g'rimi? Endi u kaft usti yoki bilaguzuk deyish sal xato bo'ladi. Mayli, oyoqning kaft usti desam bo'lar. Lekin biz buni tovon deymiz asosan. Ana jaydara tilda aytilganda poshna deydi-ku. Poshna bilan kiyadigan qizlar o'z bo'ladi. Bilmadim unisini xo'llar. O'sha narsa mashincha toqib kiyadi. O'sha kiygan narsasi asosan mozani saqlaydigan joyi poshnasi deydi, ya'ni tovonni qo'yib turadi shu yerga. Shu suyagimiz bizni tanamizni og'irligini barmoqlarimizga teng taqsimlab beradi. Tushunarli-ya? Va bizni asosan ko'tarib turadigan suyak shu. Rahmatulloh. Tur. Tushunarli-ya? Demak, tovon suyagimiz xuddi bilaguzuk suyagimizga o'xshab ketadi. Ularni tuzilishi, soni deyarli bir xil. Faqat oyog'imizda aytayapman, joylashgani uchun vazn unga asosan tushadi. Bir ikkitasi qo'shilib ketib qolgan. Hali aytdim, mana bu yerda mana 1 2 3 4 1 2 3 4. 2 qator to'rttadan joylashadi deyatdi. Oyog'ida mana shu ikkalasi qo'shilib qoladi bir-biriga. Nechta bo'lib qoldi endi?
4ta ko'z ko'rmayaptimi? Mana ikkitasi endi bitta bo'lib qoldi deyapti. Nechta bo'ldi? 7ta. Mana sizlar shu poshnangiz. Oyoqqa urasiz-ku, o'sha narsa. 7-suyak yerga urasiz asosan. Tushunarlimi? Shu narsa nima ekan? Oyoqni tovon yoki kafti suyaklari. Bitta oyog'imni nechta bo'ldi? 7ta. Nechta oyoq bor? Nechta bo'ladi? O'sha yondan chiqib qolgani bor. Bir xil. Ikkita tarafdan chiqqan. Bitta bu yoqdan ham chiqqan, bitta bu yoqdan ham chiqqan. Shu tovon suyagingiz. Bu aytaymi? Hozir bunday holat turibdi. Bunday holatda joylashadi. Manolari sal bo'rtib chiqqan paytda sizlari oyoqlarini chiqib qolgan. Manosi 7-inchi. Ha. Mana bu yerda mana bilak keladi. Bilak deb ham boldir. Yoki bir katta. Bu yoqdan mana 5 ta panja ketadi. Hozir chizaman buni. Keyin bu yoqdan barmoqlar ketadi. Mana shu yerda yana. Mana o'rtadagi ikkitasi sal nima bo'rtib chiqib qolgan. Tushuntira oldimmi? Hozir buni chiroyli qilib chizaman, hozir kerak emas menga bu. Hozir sonini bilib olinglar va qaysi suyagini bilib olinglar. Fantaziyangizni o'zim aniq beraman, yoritib beraman. Demak, oyog'imda xuddi qo'limga o'xshagan kaft usti deyilar ekan. Qo'lda u bilak uzuk, oyoqda tovon deyiladi. Qo'lda 16 ta jami, oyoqda 14 ta. Tushunarlimi? Mana ham kerak emas bizga. Endi bulardan tashqari yana bor. Umurtqa pog'onasi bor. Mana shunisi bizni eng ko'p yoki eng asosiy g'ovay suyaklarimiz. Chunki meni tanamni tutib turadi bu. Oyog'im tutib turmaydi. Nimadir ushlashga yordam bermaydi. Gavdamni tutib turadi. Masalan, uyga beton qurayotganlaringda ichiga yo tosh tashlaysizlar, yo agar pulingiz ko'proq bo'lsa, armatura tiqasizlar. Armatura yoki tosh vazifasi nima? Tayanch va yorilib ketmasligini ta'minlaydi-da. Qancha ko'p yaxshi armatura solsanglar, beton o'zini tutib turadi. Bo'lmasa yorilib ketib qoladi. Tushuntira oldimmi? Yoki oddiy misol, mana shu taxtani olib turib, ikkita tarafdan ushlab tursa ikkita odam, ustiga chiqib bitta jasurga sakrasa, ikkiga bo'linib ketadi. Ikkitagina odam o'rtaga qo'yib qo'ydim. Endi ikkita mana bu yerdan, ikkita mana bu yerdan, ikkita mana bu yerda odam turibdi. Endi sizlar lezging o'ynab bersa ham sinmaydi. Chunki uni tayanchlari ko'payadi. Bizda ham gavdamiz turadigan tayanch bor. Shu mana shu yerda joylashgan. Nima bu? Umurtqa pog'onasi. Shu uzun tanamizda joylashgan mayda g'ovay suyaklarida joylashgan. Shuning uchun kalta g'ovay deymiz buni. Buni 7-sinfda ham o'tganmiz. Odamlarga bilan suyaklarga bir xil deyarli. Bo'yin bor. Ko'krak. Sadima bo'yindan keyin bel keladimi? Bel bo'pti mayli. Dumg'aza va dum. Soni bilan yozib qo'yaman. Bo'yin sog'lom odamda 7 ta. Tush bo'lmasanglar 7 ta bo'ladi. Ko'krak odamda 12 ta. Sut emizuvchilarda 12 tadan 15 tagacha deyilgan. Biz sut emizuvchimiz, lekin hayvon emas deb qo'yay. Bel 2 tadan 9 ta degan sut emizuvchilarda. Itda 6 ta edi. Biz it emasmiz, bitta kamayib qolgan. 5 ta. Dumg'aza ham bizda 5 ta. Dum 4 yoki 5 ta. Hayron bo'lmang, domla, bizning dumimiz yo'q-ku deydi. Duming yo'q mayli, lekin dum umurtqalarimiz bor. Bu degani bizga bu dum umurtqalarimiz avvallari yoki dastlabki odamlarda dum segmenti bo'lganini aytadi. Organ sifatida. Tushunarlimi? Bizda bu rudiment organ sifatida qolib ketgan. Umurtqa suyaklari bor, vazifasi o'zining alohida vazifalari bor. Unisiz odam yasha olmaydi. Tarixda Rim hukmdorlari o'sha o'qigan paytimda, Rim emas, Germaniya. Olmon deydimi? Olmoniya deydimi? Olmon shulari, hukmronlari
dumi bilan tug'ilgan odamlarni shu dumini kesib chaqaloqlarni katta qilishga harakat qilgan ekan. O'sha paytdagi tajriba bo'yicha dumini kesganda yosh go'daklar og'riqqa chidolmasdan o'lib qoladi. U uzun dum bo'ladigan emas, mana shuncha dum chiqib qoladi. Odam kiyim bilan yurgan paytda bilinmaydi. Endi chaqaloq kiyim bilan tug'ilmaydi, bilasizlar. Yalang'och bo'lgani uchun unda mana shuncha bo'rtmachasi bo'ladi. Kesib qo'ysa, nervi ochilib qolib, odam halok bo'ladi-da. Bizda bu bor bu narsa rudiment organ sifatida, lekin gavdamizdan u dum sifatida chiqib qolmaydi. Suyagi bor hali. Tushuntira oldimmi? Turing, uyqu kelyapti. Bo'yin, ko'krak, bel, dumg'aza, dum. Shu segmentlarga bo'lindi umurtqa pog'onamiz. Yig'alikcha nechta bo'ladi? 7 ga 12. 5 ga 5. 10 ga 19. 29 ga to'g'ri qo'ysangiz yoki 5 ta qo'ysangiz 34. 33 yoki 34 ta buni soni. Jami. Buni qo'yaveray. 33 ta yoki 34 ta. Tushundinglarmi? Tushunyapsizlarmi? Demak, kalta g'ovay suyaklarimiz shular. Endi hammasini yig'aman. Mana 16 ga 14 qo'ysam, necha bo'ldi? 30. 30 ga qo'ysam mana yo 63 yo 64 ta. 63 deb tasavvur qilib turib, 27 ni qo'shib ko'ray. Nechta? 91. Hop, yoki yana bitta birni qo'shib qo'yishim mumkin. Yaxshi. Umumiy g'ovay suyaklar soni bo'ldi. 90 ta yoki 91 ta. Suyagimiz asosiyini sanab bo'ldik. Nima? G'ovak-ku. Kalta g'ovakmi yoki uzun g'ovakmi, hammasi g'ovakmi? Bitta maqola eshitganman, oq itmi, qora itmi, hammasi it. Qo'limdami, oyog'imdan farqi yo'q. Uzun g'ovakmi, kalta g'ovakmi, qizig'i yo'q. Tushunarli-a? Hammasi baribir g'ovak suyak hisoblanyapti. Shuning uchun umumiy g'ovak suyaklarni qo'shib qo'ydim. Xolos, bo'ldi. Tushuntira oldimmi? G'ovak suyaklarimiz 90 ta yoki 91 ta ekan. Naysimo suyaklarimiz 88 ta ekan. Qo'ysangiz 178 ta yoki 179 ta chiqadi. Nechta suyak bor edi? Deyarli sanab bo'ldim degan 80%. Endi bizga kerak bo'ladigan yana 2 xil suyak bor tuzilishiga ko'ra. O'shalar qolgani degan. Ko'ramiz shular. Odamda 206 tamidi? Ko'proq chiqarib beraymi sizlarga? Xohlasalar 230 ta chiqarib beraman. Agar chaqaloqlarga o'rayotganimizda boshqacharoq hisoblardim, 300 ta chiqarib berardim. Mayli, 206 dan bitta ko'paytirib beraman, eng kamida. Xo'p, 3-turi. G'alvirsimon suyaklar. Bular qaysilar? Bularni sanoqli juda ham, qo'l bilan sanaydigan darajada juda ham kam. Birinchisi, sizni sho'r peshanangiz. Mana. Nima bu? Peshona. Bizda bir dona mayda suyaklardan yig'ilgan g'alvirsimon suyak sifatida peshona suyagimiz bor. Aytaraman, bu aslida bitta suyak emas. G'alvirsimon suyaklar mayda suyaklar yig'indisi hisoblanadi. Umumiy olib turib, peshonani bitta deb ketiladi. Tushunarli-a? Juda ham mayda suyaklardan yig'indisilar. Shuning uchun buni umumiy sifatida bitta olib ketavering. Aslini olganda mayda suyaklardan tashkil topgan. Keyingisi yuqorigi jag. Yuqorigi jag mana. Mana shu yerda. Ko'ryapsizlar? O'g'il bolalar mo'ylab chiqadigan joyda. Mana shu yer yuqorigi jag. Bularning vazifasi nima? Birinchi navbatda pastki jagga tayanch beradi.
nutqga yordam beradi va bizni ovqat hazm qilish sistemamizga ham katta ahamiyatga ega. Yuqoriga jag'ingiz bo'lmasa, ovqatni qanday o'ynaysiz? Tasavvur qiling. Qiyin-a? Xuddi shunga o'xshash. Endi yuqoriga jag' o'zim nomlab aytaman, qaranglar, aytingiz, ariqcha bor. 2 ga ajralgan. 1 2. Ikkita suyakdan iborat. Bu ham aslida mayda suyaklar yig'indisi. Tushuntira oldimmi? Qo'shilib ketgan. Jami ikkita katta bo'lakka bo'linadi, chap va o'ngga. Shuning uchun yuqoriga jag'ing nechta desa, ikkita deyavering. Kulgurli o'tinglar balki. Yuqoriga jag'ing ikkitami? Suyaklar ikkita. Jag' bitta bo'lishi mumkindir, lekin o'zi suyak ikkita. Yomon almashtiriladi o'zi ham. Yo'q, ikkalaring turib olinglar. Yo'q, derazani ochib qo'yman, derazani oldida turib olasizlar. Ochib qo'yinglar narikisini ham. Bo'l. Qalbirsimon suyaklar demak, peshona bitta ekan, yuqoriga jag' ikkita ekan. Bundan tashqari yana ikkita suyak bor. Qonasimon suyak bor. Ey. Qalbirsimon suyagi bor. Bular qaysi suyaklar? Buni ko'zingiz bilan ko'rib, qo'lingiz bilan ushla olmaysiz. Tasavvuringizni yaxshilab ishga soling. Ko'rsataman. Ushlaylar mana bosh. Ushlayapsizlar-a? Peshonangiz bilan mana shu tepa suyagingiz, mana shu ikkita suyagingiz turibdi. Ana shu suyagingizni ikkalasini bir-biriga bog'lab beradi. Faqat bular ichki tomondan bog'laydi. Tushuntirdimmi? Peshona va tepa suyaklarini ichkaridan bog'lab beradigan suyak bor. Bu o'z nomi bilan qalbirsimon suyak. Tushunaylik-a? Qalbirsimon suyak mana guruh nomi ham qalbirsimon degan suyagi nomi bor. Demak, tepa va peshona suyaklarining ichki yuzasida bo'ladi, bir-biriga bog'lab beradi. Bu aytaymi nimaga o'xshaydi? Masalan, eshik bo'ladigan bo'lsa yoki mana porchka bo'ladigan bo'lsa, mana ochyapman-a. Nimaga u tushib ketmayapti? Oshiq-mashiq nimaga berkitib turibdi? Ustunga. Korpus bor-ku. Shu korpusga bog'lab turibdi. To'g'rimi? Mana xuddi mana ikkitasini suyaydigan bo'lsam, bir-biriga bog'lab turibdi. Mana peshona bo'lishi mumkin, mana tepa bo'lishi mumkin. Uni bog'laydi mana. Nima bu? Qalbirsimon suyak bo'lishi mumkin. Yetib bordim gapim? Shu. Endi keyingisi xonasimon. Boshingizni umurtqa pog'onangizga bog'laydi bu. Mana. Bundan orqangizga o'giradigan bo'lsangiz, mana shu boshni mana shu yerda biriktiradigan suyak bo'ladi ana shu yerda. Aynan mana shu ushlab turgan joyimda bo'ladi. Buni sal pastroq ushlasangiz mana shu yerda umurtqa bor mana. Mana shu yerdan boshlanyapti. Bo'yningizni aniq qilganingizda og'riydi-ku mana. Mana shu yerda mana. Birinchi bo'y umurtqasini ushlab turibdi. Pastroqdan 2, 3, 4 ketaveradi pastga qarab. 7 ta bo'yin umurtqamiz bor. Demak, bu bo'yin umurtqalarini bosh suyaklari bilan bog'laydi. Xuddi mayatigi oshiq-mashiqqa o'xshab. To'g'ri turishini ta'minlaydi. Boshim bilasizmi, juda ham og'ir bo'ladi. Agar bitta odamni kallasini uzib, qo'pol qilib aytganda, taroziga qo'ysangiz kamida 5-6 kilo chiqadi. Juda ham og'ir. Sizlar ancha katta narsa ko'tarib yuribsizlar. Lekin bilinmaydi. To'g'rimi? Sabab sizni qalbirsimon suyaklaringizni aynan xonasimon suyak boshingizni shunaqa muvozanat bilan ushlab turadiki, siz uni og'irligini sezmaysiz. Qachon siz aytaymi? Kachaliga chiqing. Tepaga ko'targanda boshingiz o'zidan tushib ketib qoladi. To'g'rimi? Ko'tara olmay qolasiz. O'sha paytda siz muvozanatsiz holatda bo'lasiz-da. O'sha paytda qalbirsimon suyagingiz nima qilish bilmay qoladi. Gangib qoladi. Hatto boshingiz ko'tara olmay qolishingiz mumkin. Tushunarli-a? Yerda yurgan paytingizda ko'tarib yurasiz. Hech kim bunaqa boshni ushlab yurmaydi-ku. Qaramoqchi bo'lsa. Pastga qaramoqchi bo'lsa. Lekin ha demoqchi bo'lsa. Nima qilib? Qilmaysizmi? Turibdimi? Bemalol xohlagan joyimga qarayapmanmi? Chapga, o'ngga qarab olyapmanmi? Yo, pastga bura olyapmanmi? Shukr qiling, chunki xonasimon suyagingiz umurtqa pog'onangizga shunaqa zo'r biriktirib turibdi. Muskullar sal yoq bu yoqqa qisqartirganda bura olyapti. Tushunarli-a? Bu ham bitta mukammallik. Bular nechta suyak deydigan bo'lsak, hali aytganimdek,
Bular juda mayda suyaklar yig'indisi. Faqat qo'shilib ketib turib bitta deymiz. Xona simon suyagi bitta deb ketaverasiz. Qalbir simon suyagi ham bitta deb ketaverasiz. Mana shu yerda bitta DTM o'yini qilamiz. Nechta qalbir simon suyaklar chiqdi umumiy? Qalbir simon suyaklarning jami nechta? 5 ta, to'g'ri. Endi qarang, necha xil g'alvirsimon suyak chiqdi? 4 xil. Tushuntira oldimmi? Necha xil g'alvirsimon suyak bor desa, 4 xil. Nechta g'alvirsimon suyak bor desa, 5 ta. Mana shu savol tushgan. Endi sal nariroqda o'tadigan mavzuyimga to'g'ri keladi-yu. Mana shu yerdagi 5 ta suyak bo'lsa, bittasi odamning yuzida joylashyapti. Qaysi suyak? Shanof? G'alvirsimon suyak haqida gapiradi mana. Yuqoriga ja. Shu suyak bo'ldi. Shu suyak yuzda joylashyapti. To'g'rimi? Shu suyak haqida ma'lumot so'ragan. G'alvirsimon suyaklarni necha foizi yuz suyaklarga to'g'ri keladi degan. Nechta suyak bor? 40%. Nechta suyak bor g'alvirsimon suyak? 5 ta. Necha foizga to'g'ri keladi? Yuqorigacha 2 ta ekan. 5 tam 100%, 2 tam necha foiz? Hisoblab ko'rsangiz 40% chiqadi. To'g'rimi? Lekin hurmatli matematiklar ko'pchilik mana shu yerda 25% olib ketgan. Nimaga aytaymi? Suyagi soniga qaramaganda, xiliga qarab qo'ygan. Bu domla 4 ta qo'y deydi. Qaydan 4 ta? Yuqorigacha 2 ta. Shuning uchun 5 ta bo'lib qoldi. Tushunarli-ya? Bitta o'quvchi o'tgan yil kirgan etimda shu tushdi-da. G'alvirsimon suyaklarimizni necha foizi yuzda joylashadi? Domla 25% oldim. To'g'rimi dedi. Yo'q desam, mana undoq bo'ldi-ku, undoq oldi, mana tortishyapti. Isbotlab qo'ysam, vay. Apellyatsiyaga bersam bo'ladimi? Bilardim dedi. Apellyatsiyaga beradigan odam bilsang, unda to'g'ri bo'lsa bo'lmaydimi desam, bilmabman-da dedi. Matematika ham to'g'ri emas-da, bilardim, bilmabman. Zo'rmi? Demak, g'alvirsimon suyaklar 4 xil 5 ta. Tushuntira oldimmi? Savollar yo'qmi? Tushundinglarmi? Oxirgi tuzilishiga ko'ra suyaklarga keldik. Organizmimizda asosiy bu ham suyaklardan hisoblanadi. Tayanch desak ham bo'ladi. Yassi suyaklar. Bu juda ko'p tanamizdagi kamar suyaklarga to'g'ri keladi. Kamar nimaligini bilasizlarmi? Tayanch yoki ushlab turadi. Oddiy misol, hamma o'g'il bolalar belda nima bo'ladi? Belbog'i bo'ladi yoki kamari deydi. Ko'pchilik qayish deydi. Sabab beli sustirish uchun. Bu kiyim sustirish uchun emas aslida. Belingiz sustirasiz. Qorningiz chiqib ketmaydi. Belingiz sustirgan paytingizda og'ir narsa ko'targaningizda ana og'irlik bo'lganda grija bo'lib qolmaydi boshqacha qilib aytganda. To'g'rimi rahmatulloh? To'g'rininglar. Uxlayvermasdan turib eshit. Ertaga aytayotganim yo'q. O'zi derazani oldiga borib ol. Sovuq havo kelib turadi. Ana, chaqalyapsan. Xo'p. Yassi suyaklar boshladik. Tepadan boshlab pastga qarab ketaveramiz, a? Demak, boshda joylashadiganlarni yozaman birinchi. Boshda. Boshimda joylashadiganlar, mana shu pol kallam ichidagi suyaklarni boshdan sanab chiqaman. Bular qaysilar? Mana suyaklar. Tepa. Endi buni ikkita yoni mana. Chakka. Qo'shiq bor-ku, chakkanga toq, chakkanga. Shu chakka nima aslida? Suyak. Endi orqa tomonda. Ensa. Ensamni qotirma deydi-ku. Chunki ensamni qotirma degani o'shaning orqa tomonida suyak bor-da. Miyamni qotirma degandagi. Mana shular boshda joylashadiganning bir qismi. Aynan tepada mana shu kalla qismini bosh miyangizni o'rab turadigan qismi. Yana bor.
yuzda joylashadiganlari yanoq. Yanoq suyaklarning bormi? Bor. Yana bor. Pastki jam. Yassi suyaklar shular. Aynan boshingizda joylashadiganlar bor. Yana suyaklar bor. Ular juda mayda suyak bo'lganligi uchun qaysi biriga tiqishni bilmaydi odam. Juda ham mayda suyaklardan iborat. Oddiy misol, qulog'ingizning ichida joylashadigan suyak bor, o'rta quloqda bor. Eshitish suyaklari bor. Yana bor, burunda joylashadigan bor, ko'z ichida joylashadigan suyaklar bor, og'iz bo'shlig'ida joylashadigan suyaklar bor. Uni joylashuvida yozaman, lekin qaysi biriga kirishi bilib bo'lmaydi. Bu g'alvirsimon bo'lishi mumkin, yo yassi bo'lishi mumkin. Tushunarli-a? Endi bularni sonini bilib qo'ysam bo'ldi. Tepa mana 1 2. Nechta ekan? 2 ta. Chakka ham mana bitta chakkam bor, ikkita chakkam bor. Nechta bo'ldi? Ensa lekin bitta. Juda ham kichkina suyak aslida ensa. Mana bu yoqdan uzun chakka kelgan aslida. Mana shu yerda ozgina ensa bor. Yanoq. Nechta bo'ldi? 100 lik odamlar yo'q-a? 200 likchi? Ham 200 likmi? Shu 200 lamichiga o'xshaysiz lekin. Pastkicha bitta. Yaxshi. Demak, boshda joylashadiganlar tugadi. 2 2 2 6 1 1. 8 ta bo'lim. Yaxshi. Haligi anoni gapni isbotladik. Yassi suyaklar jami boshda 8 ta deb ketgan. Haligini aytganim yo'q. Bosh suyaklarni kalla qutisiga aytganim yo'q. Yassi suyaklar boshda joylashgan soni 8 ta. Bosh suyaklarimiz o'zi 23 ta degan. Kalla qutisida joylashadiganlari 8 ta degan. To'g'rimi? Uni ana joylashuvda aytib ketaman. Demak, yassi suyaklarim boshda umumiy 8 ta. Endi yana bor, qo'limda joylashadigan bor. U bir dona. Bu ham kamar suyagi. Qaysi suyak bo'lishi mumkin? Kurak. Umrovi qarindoshi. Hali aytdim, mana bu yerda qo'lda joylashadigan mana bu yerdagi umrov suyagi bizni qo'limizni qayga biriktirib turayotdi mana shu yerda. Mana qo'l, mana bu yerda boshlanadi umrov. Qayga biriktirib turibdi? To'shga. Endi orqa tomonda mana kurak. Agar bir kishi bunday yoqdan ushlab ko'radigan bo'lsa, ko'krak umurtqalariga biriktirib qo'yadi. Demak, oldi tomondan bizni qo'limizni biriktirib turadigan umrov to'shga biriktirib turadigan. Orqa tomondan umurtqalarga biriktirib turadigan kurak bizni qo'limizni nimasi ekan? Kamar suyagi ekan. Kamar aytdim, nima bu? Tutib turadi. Ushlab turadi. Ikkita qo'limiz bor, har birida bittadan bor, kurak. Ikkita. Tushunarli-a? Xuddi shunga o'xshagan oyog'imizda ham kamar suyagi bor. Oyoqda endi kurak yo'q. Oyoqda mana narsa bor. Nima bu? Chanoq. Chanoq aslida 6 ta suyakdan tashkil topgan. Juda ko'pi voyaga yetgandan keyin sekin-asta qo'shilib ketadi-da. 2 ta suyak bor deb ketadi. Katta va kichik chanoq suyaklari deb ketadi. Kitob bo'yicha yozib ketaveraman 2 ta, aslida 6 ta. Tushunarli-a? Aslida 6 ta. Yaxshi. Jami 2 ta. Toshbaqa 3 ta desalar ham olib ketaveringlar. Aslida 6 ta, lekin 2 ta desa olib ketaveringlar chanoq. Tushuntira oldimmi? Demak, qo'lda 2 ta kurak, oyoqda 2 ta chanoq. Yana bitta bor. Mayli, yozib beraman sizlarga. Mana shu yerga joylashgan. Tizza qopqog'i. Buni ham qo'shib qo'ysa bo'ladi. Jami bu ham 2 ta. Mana bitta bor, bu yoqda
Mana bu yoqda bor. To'g'rimi? Yo birortasini sotib olganmisizlar? Hech kim sotib olmagani? Yaxshi. Endi jami yassiz suyaklari hisoblab qo'yamiz nazariy jihatdan. Aytdim, mana boshda joylashadigan ayrim suyaklar bor. Ularni mayda suyaklardan tashkil topganligi uchun na yassiz suyakka, na g'alvir simonga kirita olamiz. Yig'iladigan bo'lsam, qo'l oyoqda 6 ta ekan. Boshda necha dedik? 8 ta. 6 ga qo'shsak 14 ta bo'ldi. Yaxshi. Endi hammasini yig'aman. Nechta chiqargin? Sanab qo'yaman, az ehtiyot. 14 plus 5. 19 ta. Mana bu yerda 88 ga 90 ni qo'shganimda necha chiqdi? 178. 178 ga mana 19 mi? Qaranglar, mana 90 bilan qo'shay. Necha bo'ladi o'shanda? Ha? 179. Mana bu yerdagi bilan qo'shsam ikkita kam bo'ladi. 80 deb olsangiz, mana 20 qo'shadigan bo'lsangiz 200 bo'ladi. Ikkita kam. Ikkita kam. 198 ta. Unga qo'shasiz. Mana sanab beraman, og'iz aka. Men unga birortasi qo'sha olmayman. Quloqdagi 6 ta suyak bor. 6 ta bo'ldi, eslab qoling. Ko'z kostasi suyaklari 2 ta bor. Ko'z yosh suyaklari 2 ta bor. Nechta bo'ldi? Ha, yo'q, unga qo'shmay tur. 6 ga 2 ta 4 ta qo'shdim. 10 ta bo'ldimi? Endi burunda joylashadigan mana katta burun kamar suyagi bor, kichik burun kamar suyagi bor. Tushunarli-ya? Endi og'iz bo'shig'ida tayinlanish suyagi bor, tilos suyagi bor. Keyin tush tom suyagi bormi? Nimadir suyagi bor deylar. Mana u tanglayi orqa tomonda, mana tilingizni o'zak taraflarida joylashadi. Yutinadigan tarafingizda. 4 ta bo'ladi o'sha yerda. 4 plus 2 plus 4. 4 plus 2 plus 2. Necha bo'ldi? 4 plus 2 plus 2. 8. Hali ko'zaga to'g'ri qo'shsam 12, quloqdagini qo'shsam 18 ta. Haligi 18 da endi ana 198 imizga qo'shaylik. 198 mana bu yerdagilar plus 18. Necha? Ana. Yana hosil qilib beray? Kerak emasmi? Quloq tutib turadigan suyaklar bor. Quloq emasligini aytib qo'y. Quloq tutib turadigan suyaklar bor. Aytaveraymi? Tush aslida bo'lib tashlasak bo'lardi, chanoq bo'lib tashlasak bo'lardi. Tushunyapsizlar? Rosa ko'p aslida. Faqat nazariy jihatdan juda ko'p suyaklarimiz mayda suyaklar qo'shilib ketishgani hisobiga o'rtacha 206 ta deyiladi. O'shani ham aytgan. 206 tadan ko'p deb ketgan. Eski kitoblarda 202 tadan ko'p deb ketardi. Kamida shuncha bo'ladi degani. Tushunarli-ya? O'rtacha hozir biz chiqarib berganimiz bo'yicha 216 ta. Undan ham ko'p chiqishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Demak, tayanch harakatlanish sistemamizda joylashgan jam, tuzilishiga ko'ra suyaklar 216 ta bo'ldi. Kimda savol bor? Yo'qmi savollar? Yozma. Hozir yozib berganim yo'q. Qolib tugagani yo'q mavzu. Endi yarmiga keldi. Savollar bormi? Yaxshi. Tuzilishiga ko'ra ko'rdik. Hali aytdim, tuzilishiga ko'ra suyaklarimizni shuni endi tanamizga joylashtirib chiqamiz. Joylashtiramiz. Suyaklarni joylashuviga ko'ra. Mana. Xo'p, joylashuviga qarab suyaklar qanaqa gruppalarga bo'linadi? Deyarli men ko'pini aytib ham qo'ydim. Demak, mana bu narsada joylashadi. Nima bu? Bosh. Qanday joylashadi? Mana bu yer. Tana. Oyoq. Demak, 4 ta joylashadigan joy bor. Boshda joylashadigan suyaklar bor, qo'lda joylashadigan suyaklar bor, oyoqda joylashadiganlar bor va tanamiz yoki gavdamizda joylashadiganlar bor. Joylashuviga ko'ra 4 xil. Tuzilishiga ko'ra ham
to'g'ri qiladi. Demak, birinchisi bosh. Bosh joylashuvi ko'ra ham yana 2 ga bo'linib ketadi. Kalla qutisi hop yuz suyaklari. Kitobingiz bo'yicha buni 23 degan. Shuni chiqarib beraman. Kalla qutisi suyaklariga nomini yozaman, tepasiga sonni yozib qo'yaman. Qaysi suyaklik? Demak, kalla qutisiga peshona, ensa. Yodlash uchun oson mana. Peshona, ensa. Ikkita tarafdan chakka. Tepadan bo'zon bilan tepa. Keyin ichida joylashgan suyaklar bor dedim. Ponasimon va g'alvirsimon. Endi sonni chiqaraman. Peshona bitta, ensa bitta, chakka ikkita, tepa ikkita, ponasimon bitta, g'alvirsimon bitta. Nechta bo'ldi? Nechta? Endi matematik arifmetika qilamiz. 23 ta bo'lsa 8 tasi kallada. 100 da nechta? 15 ta. 15 plus qilib qo'ysangiz ham bo'ladi aslida. Undan ham ko'p chiqadi. 100 suyaklaringizni yozaman. Demak, yanoq, aynan berganlarini yozib beraman birinchi. Yanoq 100 suyagi deb ketgansiz sizda bu narsani. Yuqoriga jag va pastga jag degan. Boshqasini yozmagan. Yozib qo'yamiz. Yuqoriga jag, pastga jag yoki yanoq nechtadan? Yanoq o'zi bilamiz. Ikkita. Yuqoriga jag, pastga jag. Bizda 15 ta chiqish kerakmidi? Nechta bo'ldi? 10 ta yaqin. Yo'q qoldi. O'shalarni ham qo'shib beraman. Demak, ko'z kossasi, ko'z yosh bezi, katta burun, kamari, kichik burun, suyagi, tanglay suyagi va tilosti suyagi bor. Sonni yozamiz. Ko'z kosasi. Nechta ko'zinglar bor? Ko'z yosh bezi ham suyaklari 2 ta. Bu bezmas, ha? Ko'z yosh bezida joylashadigan suyak. Katta burun, kichik burun 2 tadan. Tanglay bitta, tilosti bitta. Aniq 10 tasini yozing. Sanab ko'ringlar. 2 2 2 2 1 1. Nechta bo'ldi? Isbotlab qo'ydik. 100 taga 15 ta chiqishi kerak, undan ham ko'p chiqadi. Qo'shmaganim bor. Quloqda joylashgan suyaklar bor. Ha? Yo'q, mana 23 taga nisbatan aytyapman. Yo'q, yana yozmaganim bor. Og'iz bo'shlig'i joylashgan yana suyaklar bor. Burun ichida joylashgan suyaklar bor aslida. Kalla qutisiga kiritamiz. Lekin bunga hozir kiritsam 23 ta chiqmaydi. 29 ta bo'lib qoladi. Tushunarli-ya? Aslida ko'p-da, aytyapman. Qo'shib ketish mumkin ham, mumkin ham emas. Farqi yo'q. Umumiy holatda sonni bilib olsangiz, qaysi suyaklarning nechtadanligini bilib olsangiz bo'ldi. Sizda gavda bo'limimizda nechta suyak bor demaydi. Qo'lni naysimon suyaklari nechta deydi. Ko'krak qafasini hozirlaydigan kaltog'obaylar nechta deydi. Tushunarli-ya? U aniq javob beriladigan savollar. Bosh tugadi. Boshdagi suyaklari qaysi biri g'ovak, qaysi biri naysimon, qaysi biri yassi, qaysi biri naysimonligini bilib olsangiz bo'ldi. Zo'r tomondan aytaman. Boshda na naysimon suyak bor, na g'ovak bor. Hammasi g'alvirsimon, hammasi yassi. Isbot, peshona.
Topinglar-chi. Mana ikkitasidan qidirasizlar endi. G'alvirsimon. Ensa. Chakka. Tepa. Yassi. Ponasimonlar g'alvirsimon-chi. Ha, o'zim bilan g'alvirsimonga kiradi. Xuddi shu narsa. Endi tugadi bu. Yuz suyagiga o'tdik. Yanoq. Yuqorigacha. Yuqorigacha. G'alvirsimon. Pastgacha. Ko'z kossasi yassi deb olib ketiladi. Burun suyaklarida ham yassi deb olib ketiladi ko'pincha. Tanglay bilan tilosini to'g'risi o'zim ham topolmagan. Balki yassidir. Balki g'alvirsimondir. Tushuntirib oldimmi? Mayda suyaklardan tashkil topgan bo'lardi. Shuning uchun kitobingizni ham o'zi qiynalib qolmasligi uchun aytib ketmagan menimcha. Yoki sizni qiynab qo'ymasligi uchun. Chalkashtirib yuboradi ko'pchilik. Tushunarli-a? Demak, yuzdagi joylashgan har bitta, kalla qismida joylashgan har bitta suyagi aynan qanaqa tuzilishga ekanligini bilib oling. Yozmaymiz dedim. Keyin bo'lib beraman hozir. Boshda aynan kalla qutisini hosil qiladigan yassi suyaklari sanang deb ataylab so'rayman rahmatulloh. So'ra o'rningdan, uxlayvermasdan. Trendga chiqarib yuboraman aytib qo'y, tur yaxshilikcha. Kamera guvoh aytib qo'yay. Peshona, ponasimon, g'alvirsimon suyaklar, g'alvirsimon o'z nomi bilan. Kalla qutisida hosil qiladiganlari chakka, tepa, ensa. Mana shu 3 ta suyak jami nechta bo'ladigan bo'lsa 5 ta. Kalla qutisini hosil qiladigan yassi suyak misol uchun. Kalla qutisini hosil qiladigan g'alvirsimon suyak desa 1 1 1. 3 ta. Mana sizga bitta detal savol aytaman. Kalla qutisini hosil qiladigan suyaklarning necha foizi yassi suyak hisoblanadi? Matematikada endi bu. Jami kalla qutisi 8 ta. Yassi nechta deydigan bo'lsa, mana qo'shdim. 1 2 2 5 ta. Necha foiz yani? 80%? Yo'q. Aniq hisoblaydigan bo'lsanglar 50% dan sal ko'proq bo'ladi. 8im 100%, 5im qancha? Tushunarli-a? Bilmadim. 55 butun nechadir chiqadi? 625 mi nechadir chiqadi? Aniq hisoblab ko'ringlar. Misol uchun aytyapman. Foizni berib qo'yadi-da. Xuddi shu narsalarni so'rab qolishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Har bitta suyak mana sonini bilib olyapsizlar. Tuzilishni ham bilib olinglar, bo'ldi. Tushunarlimi? Keyingi siz. Gavda suyaklar. Gavda suyaklarimizni ham o'rganayotganimizda, uni ham joylashuviga qarab turib ikkiga bo'lamiz. Ko'krak qafasi, umurtqa pog'onasi. Ko'krak qafasini hosil qiladigan suyaklar. Ko'krak qafasida nimalar joylashadi? Mana nima bu? To'sh. Ikkita tarafdan nima keladi? Qovurg'a. Bo'ldi. Boshqa yo'q. Bormi? Bor. Umurtqa bor. Ya'ni umurtqa pog'onasining aynan qaysi umurtqalari? Ko'krak umurtqalari bor. Mana bu yerda yozayotganimda qani mana aytaylik. Bo'yin, ko'krak, bel, og'zadumga ajratdim, ha? Mana ko'krak qafasini chizaman. Mana shu yerda mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 deydi yana. 12 ta qovurg'a ko'krak umurtqalaridan chiqyapti. Qo'yapsizmi? Endi qaranglar. 12 tada mana 1 2 3 4 5 6 7 ta bu yoqdan to'sh suyagi bilan birikadi. Mana 3 tasi esa deydi, kelishamiz deydi. Mana 7 ga birikadi. Ikkitasi bechara ko'chada qolib ketadi.
Buni ikkinchi tomoni bor. Qaranglar. Mana bu demak nima? Ko'krak umurtqalari. Nechta bo'ladi deydigan bo'lsak, 12 ta. Qovurg'alar. Mana bir tomonda 12 ta, mana hozir 12 tasini chizdim. Narigi tomonda ham 12 ta bor. 24 ta. To'sh o'z nomi bilan bitta mana. Qovurg'alari so'raydi. Ko'krak umurtqalariga mana nechta umurtqa bor o'zi? Ko'krak umurtqalari 12 ta mana yozdim. Mana bitta ko'krak umurtqasi mana deb tasavvur qiladigan bo'lsak, har bir qulim qovurg'a hisoblanadi. Bitta umurtqadan ikkita yon tomonga shoxlanib turib nima chiqadi? Qovurg'alar chiqadi. Bitta ko'krak umurtqasiga ikkita qovurg'a. Nechta ko'krak umurtqasi bor? Qovurg'a nechta edi? Ha, chunki aytyapman, bittasidan ikkita shoxlanyapti. 12 tasidan qancha? 24 ta. Men aytgan 24 ta deb yozishimning sababi shu. Chunki ko'krak umurtqa ham 12 ta. Har biridan ikkitadan shoxlanayotganligi uchun 24 ta qovurg'a bor. Tushunarli-a? Shu 24 ta qovurg'ani so'raydi. Qanaqa joylashgan? Hammasi ko'krak umurtqalaridan chiqdi. Shuni 7 jufti to'shga birikadi. Shuning uchun biz buni chin qovurg'alar deymiz. 7 juft nechta bo'ladi? 3 jufti bir-biri bilan qo'shilib 7-qovurg'aga birikadi. Ya'ni bilvosita birikadi. Shuning uchun bular soxta, ya'ni aferist bular. To'shga birikmayapti, qovurg'aga birikyapti. Va oxirgi ikkita jufti olib ketadi bechorasi. Agar siz boksga qiziqadigan bo'lsangiz, bokschilar bilasizlar. Ikkita joyga urishga harakat qiladi. Birinchisi chakkaga urishga harakat qiladi yoki jaqqa solishga harakat qiladi. Boshdagi. Ikkinchisi mana shu qarab solishga harakat qiladi. Bokovoy qilib. Men aytgan urishning sababi aytaymi? Eng nozik qovurg'alar shu yerda joylashgan. Mana shu yeringizni agar aytayapman, yog'ingiz qalin bo'lmasa, aytib ushlab ko'ring. Mana ushladim mana. Bitta, aytib turibdi ikkinchisi. Ochiq turibdi. Ushlasam hozir jonim chiqib ketadi dedi. Rosa qattiq og'riydi. Mana shu yerda anosi bor. Mayda qovurg'alari bor. Aynan yetim qovurg'a deymiz. 6 va 7 juft qovurg'alar. Eda emas, mana eda. Mayda ishlab qidirib yuribdi. Qitig'ing kelib qolmasin, yuraging qochib ketib qoladi. Ko'pincha yetim qovurg'alar yo soxta qovurg'alar hisoblanadi. Mana ular sinish qiyin. Chunki ancha baquvvat bo'ladi. Tushunarli-a? Ha? Hali aytdim-ku, Jasurga men ustida sakragan paytda, ikkita tarafdan ushlagan paytda sinib ketishi mumkin. Hamma tarafdan ushlasa nima bo'ladi? Sinmaydi. Ular mustahkamroq. Qolgan mana bu soxta qovurg'alar bilan yetim qovurg'alar ancha nozikroq joylashgan. Tushunarli-a? Bokschilar ham shuni bilib turib, aynan mana shu yerga qarab zarba berishga harakat qiladi. Sinadi, keyin mana shunday qilib turadi, bokschi urisha olmaydi, keyin bitta yeydi, ketdi, nokaut. Tushunarli-a? Bu bitta texnika. Boksga texnika. Tushunarli-a? Savollar yo'qmi? Demak, ko'krak qafasini hosil qiladi to'sh, 24 ta qovurg'a va ko'krak umurtqalari. Tushunarli-a? O'chirdim buni. Kitobda shular qilib rasmini bergan. Endi umurtqa pog'onasi suyaklari. Men aytga o'zi yozib qo'ydim. Aytgan yozaman. Bo'yin, tez-tez yozib qo'yaman. Ko'krak, bel, dumg'aza, dum. Endi bularni sonini yozib qo'yaman. Bo'yin, ko'krak, bel, dumg'aza, dum. Mana shu yerda umurtqa pog'onasini hosil qiladigan suyaklar deb so'ragan. Testda ko'krak qafasini hosil qiladigan suyaklar deb so'ragan. Umurtqa pog'onasini hosil qiladigan suyaklar o'zi aniq. 33, 34 tasi aynan menga to'g'ri kelyapti. Ko'krak, bo'yin, ko'krak, bel, dumg'aza, dum umurtqalari. Hamma umurtqalar yig'yapman-da, boshqa qilib aytganda. Ko'krak qafasini hosil qiladi deydigan bo'lsak, har yoqdan qo'shyapman mana. To'sh bitta, qo'shim, qovurg'a 24 ta, qo'shdim mana bu yerdagi umurtqa pog'onalaridan 12 tasi. 1, 24, 12.
Nechta bo'ldi? Demak, 37 ta ko'krak qafasimizni hosil qiladigan suyak bor ekan. Hech qayda yozmagan, testda zo'r savol beradi shunaqa. Ko'krak qafasini hosil qiladigan suyaklar soniga teng bo'lgan suyaklar qatorini to'g'ri juftlang deydi. Qaytaraman. Ko'krak qafasi suyaklariga teng bo'lgan suyaklar berilgan qatorni toping deydi. Buning uchun yig'indisini bilish kerak. Ko'krak qafasida nechta suyak bor desa, hozir hisobladik. Nechta ekan? 37 ta. Sizlarga savollarni beradi, suyaklarning nomini beradi, siz umumiy yig'indisini topasiz. Soxta qovurg'alar 6 ta qo'shasiz. Kalla qutisi suyaklari 23 ta 8 ta qo'shib yuborasiz. 8 ga 6 10 ta. Son deydi, 2 ta deydi. Yuqoriga jag deydi, 2 ta deydi. Qo'shasiz. Yig'ganingizda 37 ta chiqsa, demak u to'g'ri. Ataylab juda ham yaqin beradi. Yo 36 chiqib qolsa yoki 38 ta chiqib qolsa, chiqib ketdi. Siz noto'g'ri hisoblagan bo'lmaysiz. Odatda faqat bitta to'g'ri javob bor. Bitta javobda o'sha ko'krak qafasi haqida ketayotgan bo'lsa, 37 ta bo'ladi. Qolgan 3 tasida yo 35 ta, yo 38 ta, yo 36 ta bo'ladi. Tushunarli-a? O'shanda 37 taligini hisoblab olib, to'g'ri hisoblab belgilaysiz. Bunaqa savollar tiqilib yotibdi. Tushunarli-a? Yoki hozir yangicha chiqayotgan savollar bor. Qaysi suyaklar yig'indisi ko'krak qafasi bilan teng yoki ko'krak qafasini hosil qiladigan g'ovay suyaklar bilan teng bo'lgan suyaklar soni qaysi? Masalan, ko'krak qafasini hosil qiladigan suyaklarda g'ovaklari qaysilar desa? To'sh qanaqa suyak? G'ovak, qovurg'achi? Ko'krak umurtqalarichi? Hammasi g'ovaymi? Savolda sizni gangityapti. Ko'krak qafasini hosil qiladigan g'ovay suyaklar deyapti. Nima farqi bor? 37 ta. Tushuntir oldimmi? Ashuna qilib, ayniqsa aytayapman, ko'krak qafasidan ko'p tushib qolgan. Yodlab qo'ying. Endi gavdamizda nechta borligini hisoblaylik-chi. Mana ko'krak qafasini hosil qiladigan suyaklar 37 ta ekan, umurtqa pog'onasini 33, 34 ta ekan. 70 ta yo 71 ta. Noto'g'ri-da? Yo'q. Ko'zni kattaroq ochish kerak, muazzam. Tushunmayapsiz. 70 ta emas, 71 ta emas, to'g'rimi? Turing. Yaxshilab ko'z ochinglar. Ko'krak qafasini qaysi suyaklar hosil qilyapti? To'sh, qovurg'a, ko'krak umurtqalari. Sabr. Umurtqa pog'onasi suyaklari qaysilar? Bo'yin, ko'krak, bel, dumg'aza, dum. Nimadir g'alati tuyulmayaptimi? Ha, hozir men aytdim ko'krak bor, mana yerda ham ko'krak bor. 2 marta 12 qo'shib qo'yasizlar o'rtoqlar. Mana yerdan yo 12 ni olib tashlab turib qo'shinglar unga yoki hammasini qo'shib turib 12 ni olib tashlaylar. 2 marta 12 qo'shib qo'ygandan ko'ra bittasini olib tashgan yaxshi. 70 tami 12 ni ayring. 50, 58 ta yoki 59 ta. 70 bitta desangiz, sirazi xato chiqadi. Chunki siz ko'krak umurtqalarni 2 marta qo'shib qo'ydingiz. Mabodo sizlarda 2 ta bo'ladigan bo'lsa, 2 marta hisoblanadigan bo'lsa, bemalol. Qorin tomondan chiqqan bo'lsa ham endi tushunish mumkin-ku. Unaqa bo'lmaydi. Tushunarli-a? Gavda suyaklarimiz demak 58-59 ta. Soni bilan keltirib chiqarib berdim. Savollar bormi? Tushunyapsizmi? Hamma eshityaptimi? Yo'q kelmayaptimi? Yaxshi. Uchinchisi, buyoq oson. Qo'l qoldi, oyoq qoldi. Qo'l suyaklarim. Buni ham 2 ga bo'laman. Kamar bor. Erkin bor. Kamar. Ba'zan qo'l kamari deydi, ba'zan yelka kamari deydi. Hayron bo'lib qolmang. Qo'lli kamari deganimiz-ku deydi. Yelka kamari, qo'l kamari bitta narsa. Tushunarli-a? Yelka kamari degan sabab yelkaga birikadi, aynan. Isboti yelkaga birikadi bu yoqdan. Kurak, bu yoqdan o'mrov. Ikkita bor ekan demak. Yelkaga birikadigani kurak va o'mrov. Nechtadan? Kurak nechta? O'mrovchi.
Senda bittami? Bilmadim. Qo'lni kamari nechta bo'ladi o'shanda? 4ta. Yaxshi. Qo'lda nechta bo'lganini hozir hisoblaymiz sizlar bilan. Erkin suyaklar sanadim. Bir boshdan mana. Yelka. Nechta? Hisoblab turinglar. Keyin. Va bu? Bilak. Ikkita. Bundan keyin tirsak. Pasizda va nechta? Ikkita. Endi mana soat to'qigan joyingiz. Nima edi? Bilak uzuk. Yoki biz buni kaft usti. Mayli, bilak uzuk ham deb yozaman. Nechta? Nima bitta qo'llarini chop tashlashgan? 16 ta. Nima bu? Kaft. Ha. 10 ta. Undan keyin barmoq. Ha, sen ham bitta qo'lini chop tashlashgan shekilli. Nechta? Barmoq. 28 ta. Qo'shamiz. 2 plus 2 plus 2 6 plus 16 yo'q-a? 6 ga 16 ni qo'ysa 28 ni qo'shinglar, osonroq qo'shasizlar. 50 plus 10 mana. Demak 60 ta erkin suyak bor. Tasavvur qilasizlarmi? Qo'lingizda 60 ta suyak yuribdi. Ha, mashidan, to'g'ri, mana shu pol mashida 60 ta suyak. So'kma. 60 ta suyak ko'tarayotsizlar. Bilinadimi sizlarga hech? Yo'q-da. Umumiy. Bitta qo'limda 30 ta bo'ladi o'shanda. Tushunarli-ya? Xuddi shu narsa. Endi jami qo'limdagi suyaklar hisoblayman. 4 plus 60. Nechta? 64 ta. Demak, jami qo'llarimda 64 ta suyak bor. Bu umumiy suyaklarning 60%, 30% degan. Tugadi. Qo'l bo'yicha savollar bormi? Mana bu yerda shuni olib turib qo'yib qo'yapman. Siz nima qilasiz? Hali aytganimdek. Ko'krak qafasini hosil qiladigan suyaklarni, nimadirlarni, tengilarini so'raydi, masalan. Ko'krak qafasiga teng bo'lganlarni so'radimi? Siz ko'rganingizda har bitta suyagi, ya'ni tuzilishiga qarab ajratib oling. Masalan, qo'lda joylashadigan naysimon suyaklar nechta? Jami. Masalan, kamar ichida yo'q, erkin ichida bor lekin. Naysimon ketdimi? G'ovak suyaklar nechta? Kamarda bormi? Bor, mana. G'ovak deyapman, mana. Bormi? Yana bor, erkin suyaklar ichida. Mana. Nima bu? Kaltasida, mana qo'lda. Yozib qo'yibman. Endi savol bunday qiladi. Qo'limizda joylashgan, mana o'mroq nima? Uzun g'ovak. Mana bu esa kalta g'ovak. Tezsiz shikalatini aytaman. Chap qo'lda joylashgan. Chap qo'l dedimmi? Endi bitta qo'lga yasatyapman yoki o'ng qo'lga joylashgan. O'ng qo'lda joylashgan uzun g'ovak, kalta g'ovak suyaklari nisbati nechi deydi. Nisbatini deydi. Chap qo'limda yoki o'ng qo'limda uzun g'ovagim nechta? Bitta o'mroq bor, chunki bitta qo'limda. Nechta kalta g'ovak bor degan bo'lsa, nechta bilak uzugim bor? 1 ga 8. Variantlar turadi. 1 ga 8, 2 ga 8, 4 ga 5, bir balobatlar berib ketadi. Tushundinglarmi? Mana sizga aytayotgan testda. Xuddi shunday qilib sanaysiz. G'ovak ketdi, naysimon ketdi. To'g'ri, g'alvirsimon yo'q, lekin yassi suyak bor. Topinglarchi? G'alvirsimon qidirib yurmanglar. Yo'q, mana o'zim aytib qo'yapman. Nima bo'lishi mumkin? Ha, qo'limda mana, qo'limni ajratib qo'yay mana. Nima ekan? Kurak. Ajratib qo'yaman buni. Mana. Gavdamizda joylashganlarda qarasanglar yaxshilab yassi suyagi yo'q. Boshda bor.
Qo'lda ham bor. Mana. Kurak. Tushundinglar-a? Gavdada yassi suyak topchi? Bormi? Gavda ishonasanmi? U ko'krak qafasimi, umurtqa pog'onasimi qizig'i yo'q. Hammasi qanaqa suyak? G'ovak suyak. Hammasi g'ovak suyak. Tanamizni qaysi bo'limi faqat bir xil suyaklardan tuzilishidan iborat desa, ko'krak qafasi. Zo'r savolda. Hammasi g'ovak suyak. Kaltami yo uzunmi qizig'i yo'q. Hammasi g'ovak. Oddiy misol sifatida olsangiz bo'laveradi. Tushunarli-a? Savollar yo'qmi? Endi oyoq yozaman, qo'lniki gidcha o'xshaydi. Oyog'i ham xuddi qo'lga o'xshab ajrataman. Oyoq suyaklari. Demak, bu ham ikkiga bo'linadi. Kamar, erkin. Kamar suyagi bitta. Chanoq. Eslab qoling, chanoq qayga birikadi deydigan bo'lsak, aslida yana bitta suyagi kamar sifatida olsak bo'ladi. Bu aynan umurtqa pog'onamizni dumg'aza suyagi hisoblanadi. Chunki dumg'aza suyagiga chanoq birikadi. Tushunarli-a? Kamar vazifasini bajarib beradi aynan dumg'aza. Siz mana shu stulda o'tiribsiz-a? Agar dumg'aza suyagingiz bo'lmaganda siz o'tira olmaysiz. Serios. Kulgili gap ham emas, uyatli gap ham emas. Dumg'aza suyagi bo'lganligi uchun o'tira olyapsiz. Chunki chanoq suyagingiz shu bilan tutashib turib, sizni gavdangiz tutib turibdi. Oyog'i erkin suyaklarni tutib turadi shu orqali. Tushunarli? Juda ham mustahkam, juda ham yaxshi birikkan suyaklardir. Chanoq nechta edi? Bo'ldi. Boshqa yo'q. Kamar suyaklar shuni ikkitasini olib ketaveradi. Erkin suyakga sanashni boshladim. Bir boshdan tushyapman. Son. Boldir deb qo'yaman-da. Katta, kichik farqi yo'q. Boldir bo'pti mayli. Katta deb qo'yaman. Mana kichik. Kattasi ham, kichigi ham ikkitadanmi? Tugadi. Yana nima bor? Tovon. Yana nima bor? Oyoqni kafti. Doim oyoqning kafti deb qo'ying. Kaft deb qo'ysangiz qo'lga nisbatan bo'lib qoladi. Oyoqning kafti. Nechta? Tovon 7 ta edi. Ikkita oyoqda 14 ta. Kaft bitta oyoqda 5 ta edi. Ikkita oyoqda 10 ta. Va oyoqni kafti. Bu 28 ta to'g'ri. Nima qoldi? Ha? Qoldi. Tasavvur qil. Muhammad Yusuf jahlini chiqarib qoldi. Urmoqsan qorniga qarab turib. Senga yaqin masofada turibdi. Qanday urasan? Oyoq bilan urish kerak. Oyoq bilan esa qo'l bilan uryapti. Ha, tizzalaysan. Uzoqdan olib kelmay yetib bormadi, ba'zan. Nima qoldi? Tizza qolib qoldi. Nechta bu? 2 ta. Yig'amiz. Son yozmabman. 2 ta. Boldir 2 tadan 4 ta. Qo'ysak 6 ta. Tovonga qo'ysa 20 ta. Anaqa 10 ta. Matematika ishlaydimi? 14 ga 6 dan qo'ysa 20 bo'ladi. Umuman. Kaft. Mana qo'ysam 30 ta, 30 ga qo'ysam 58 ta, 2 tadan qo'shib qo'ysam 60 ta. Shu bilan buni qo'ysamchi? Ha, bu 60 ta. Jami 62 ta. Oyog'imda, demak, qo'limga nisbatan 2 ta kam. Bizda qop-qop farq qilyapti. Bu bir. Chanoq suyagi, ya'ni kamar suyagi bunga nisbatan 2 ta kam. Yana mana bu yerda qani? Tovon suyagi 14 ta. Bizda qo'limizda 16 ta edi. Ikkita tarafdan kamayib qoldi. Bizda qop-qop ko'payib qolgani uchun 2 ta kamayib qoldi xolos. Tugadi. Oyoq, qo'l, gavda, bosh, barcha suyaklarni maydalab
Avval tuzilishiga ko'ra bo'ldim, keyin uni maydalab joylashtirdim har bittasini. Siz mana shu ikkalasini birlashtira olishingiz kerak. Qanday tushundinglar? Oddiy savol aytaman mana. Roziya deyman, keyin savol kelasiz. Yelka suyagini klassifikatsiya qiling deyman. Fikrlaysiz. Doska degan narsani eslaysiz. Kitobingizda juda bunaqa maydalab sonigacha berib qo'ymagan. Hayolingizga keltirasiz. Yelka. Birinchi domlama yozib berdilar. Tuzilishiga ko'ra. Qidirasiz. Yelka uzun naysimon ekan. Mana, qo'lda joylashgan ikkita ekan. Demak, yelka tuzilishiga ko'ra uzun naysimon. Naysimon emas, uzun naysimon. Aynan qanaqaligini ham aytib ketish kerak. Bo'ldi, tugadi. Yo'q, o'tdi. Joylashiga ko'ra. Oyoqda joylashganmi, boshda joylashganmi? Qo'lda joylashgan. Qo'lni aynan qaysi qismida? Kamardami, erkindami? Erkin suyaklari. Yelka suyagi desa, tuzilishiga ko'ra uzun naysimon, joylashiga ko'ra qo'lning kamar suyagi hisoblanadi. Jami tanamizda ikkita bor. Bo'ldi. Siz yelka haqidagi eng zo'r ma'lumotlarni berasiz. Yelka bu qo'limizda nimadirlar qiladi, uzun bo'ladi. Mana shu yerda bo'ladi, ukol qiladi, kerak emas. Ilmiy, asosiy, haqiqiy faktlarni aytish kerak. Tuzilishiga ko'ra bunaqa, joylashiga ko'ra bunaqa. Umumiy mana shuncha. Tushuntira oldimmi? Xuddi shunday holatda har bir suyagini 216 ta suyag yozib berdimmi? Har birini so'rayman. Tuzilishiga ko'ra, joylashiga ko'ra. Qo'rqib ketyapsizlar-a? Domla 216 ta. Ha, bilaman. Nimani yozmaganimni bilasanmi? Quloqni yozmadim, to'g'ri. Bir ikkita suyaklar yozmadim. Og'iz bo'shlig'ida joylashadigan suyaklar yozmadim, bir ikkitasini. Mana bu yerda shunchaki sonini yozib qo'ydim, xolos, mana yerda. Aslida mana yerda qo'shsang, mana yerdagi 198 ta chiqadi. Tushunyapsizmi? Men unga ichida mana yerda qo'shib qo'ydim. Quloqdagi suyaklar, mana yerda yozib qo'yganlarim. Ko'z kossasi, ko'z yosh suyaklari, burun suyaklari, og'iz bo'shlig'ida bir ikkita suyaklar yozib qo'ydim. Bu yerda yo'q ular. Mana ularni mabodo so'rasam, bilmayman. Tuzilishiga ko'ra mana shunaqa emas. Joylashiga ko'ra bilaman. Ko'z kossasi desam, joylashiga ko'ra ko'z boshni aynan yuz suyaklari kiradi. Bo'ldi. Tuzilishiga ko'ra aytadigan bo'lsak, berilmagan. Qo'rqmasdan aytaver. Tushunarli-ku? Aynan mana bu yerda sonini chiqarib qo'yishni yozib qo'ydim, xolos. Mana bu yerda ham aslida 216 ta, bu yerda ham 216 ta bor. Bu yerga keraklilarini yozib qo'ydim. Savollar bormi?